Bugun jamiyatimiz oldidagi eng jiddiy muammolardan biri giyohvandlik va uning noqonuniy muomalasidir. Bu illat ko'plab yoshlarimizni o'z domiga tortib, ularning orzu va umidlari, qolaversa kelajagini barbod qilmoqda. Navoiy viloyati 4-sonli jazoni ijro etish muassasasidagi 2 nafar yigit ham internet orqali giyohvand moddalar savdosiga aralashib, talabalik va yoshlik davrini temir panjaralar ortida o'tkazishga majbur bo'ldi. Ularga sud hukmi bilan 8 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Yoshlik, orzu va umidlar pallasi. Ammo ayrim noto'g'ri qarorlar butun umrga tatiydigan pushaymonlikka aylanishi mumkin. Ana shunda voqealardan biri talabalik davrida narkotik va psixotrop moddalar savdosiga aralashib qolgan yigit taqdirida yaqqol namoyon bo'ladi. Ism sharifini oshkor qilmaslikni so'ragan mahkum yigit dastlab oson daromad umidi bilan ushbu jinoiy yo'lga kirganini aytadi. Onamni ko'ziga qarab, men sizga uni so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Biza gaplashdik, qanaqadir uzviy qanaqadir bog'liqlik bo'ldi onam bilan meni o'rtamda. Chunki men imkoniyat berishdi, onamga qaradim. Gap u bilasizmi? Shunchaki, ona qachondir ozodlikka chiqsam, men sizni ishonchingizga oqlayman degan gap bilan aldab qo'yiladigan hissiyot emasdi. Shunchaki o'zingizni ham, o'zingizni avringizni ham alda olmaysiz u gapni. 9 oy davomida o'tirdim. 9 oy men uchun stressli, qanaqadir bosim ostida o'tmadi. Lekin o'z-o'zim bilan yolg'iz qoldim-da. Yana bir 22 yoshli yigit ham hayotning eng og'ir sabog'ini oldi. Erkinlikning qadrini, qonunning qat'iyligini, yengil daromad ortida qanchalik og'ir oqibatlar turganini angladi. Panjara, devorlar ortida u vaqtning qiymatini, bilim va halol mehnatning ahamiyatini tushundi. Katta xatoni qilganlardan biriga aylandim. Pushaymonlikka kelsak, o'sha birinchi qo'lga tushgan kunim mutlaqo pushaymon bo'lganman. Har bir yosh o'z kelajagi uchun mas'uldir. Noto'g'ri tanlov ortidan keladigan pushaymonlik esa hech qachon yo'qotilgan vaqtni qaytarib bera olmaydi. Aziz Abdurasulova, Sindor Pardaboyev, Navoiydan tayyorlandi.